Bugun biz Olmazor tumani maxsus trans bo'limiga tashrif buyurdik va u yerdagi ish faoliyati bilan tanishdik. Olmazor maxsus trans korxonasi hozirgi kunda 40 ta texnik mavjud bo'lib, ular 58 ta mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat ko'rsatadi. Kuniga taxminan 260-280 tonna chiqindilar olib chiqilinadi va Yunusobod qayta yuklash stansiyasiga olib boriladi. Bundan hammasi Ohangaron poligoniga olib boriladi. Hozirgi kunda bizda texnikalardan muammo yo'q, xudo xolasa. Aholidan ham e'tirozlar kundan kunga kamayib boryapti. Mana hozirgi kunda yanvar-fevral oyida bo'lsa, ikkita e'tiroz tushgan bo'lsa, ham faqat aholini odam sonini qo'shish, ya'ni bu yerda olish bo'yicha, lekin chiqindilarni olib chiqib ketish bo'yicha muammolar yo'q. Debitor qarzdorlarni kamaytirish bo'yicha aholidan hozir bizda ichki guruhlar tuzilgan, joyiga chiqib aholi bilan birga ishlayapmiz. Debitorlar qarzdorligini kamaytirish bo'yicha, keyin korxona tashkilotlari bo'yicha ham shartnomalar hozir afyorka orqali ommaviy shartnoma jo'natilyapti. Bu albatta o'zimizning ko'rsatilgan xizmatlarni samarasini oshirishda ancha yordam beryapti bu narsa.